Ham 220 volt ishlaydigan, ham 380 volt ishlaydigan generator ko'ramiz sizlar bilan. Buni qaranglar, manzaraligini qaranglar. Mana bitta mana 220 ko'rsatyapti. Buni yoqib beryapti. Bunday qilamiz, 380 volt bo'lyapti mana. E'tibor bering. Bunaqasini ko'rganmidingiz? Ham 220 voltda, ham 380 voltda. Bitta mashina o'zi. O'ngga yoki chapga qilasiz, xohlasangiz 220 bo'ladi. Xohlasangiz 380 volt bo'ladi. Keyingisini ko'ramiz. Bunisi eng zamonaviysi, so'nggi texnologiya. Ovozini bitta eshitib ko'ring. Ko'chaga chiqib yurmaysiz. O'zi yonadi. Svet o'chdi, o'zi yonadi. Mana shu narsa avtopodключение deyiladi. Aver. Ovozini eshityapsizmi? Mana mikrofon mashina turibdi, ovoz eshitilmayapti, to'g'rimi? Eskicha generatorlar esingizda bor. Katta bo'lardi, og'ir bo'lardi, ovozi baland bo'lardi. Bunda unaqa narsa yo'q. Og'ir bo'ladigan bo'lsa, shuni g'ildirigi bor, surib ham ketaverasiz. O'zi ham yengil, ja unaqa og'ir apparat emas. Eng qizig'i, uydagi barcha bitovoy texnikalarni kuydirmasdan, svetda o'ynatmasdan stabilniy tok berib, uzoq muddatli ishlashini ta'minlab beradi. Ya'ni bu apparatimizni ko'tarib yurishga qulay, mashinada ham olib yursanglar bo'ladi. Eng zo'r tarafi qo'shnilarga ovozi chiqmaydi-da, ovoz juda ham past hisoblanadi. Sinus tok beradi va eng muhim tarafini aytaman. 5,5 kW nagruzka evaziga minimalniy benzin sarfini his etadi. Bunaqa apparatlarning narxi nechta pul hozirgi paytda bozorda bilasizmi? Bilsangiz kommentariyada yozib ketasiz. Bizda avtopodключенияsi bilan komplekt naborimiz $770. Yo, bu qimmatli qiladi desangiz, mana shunaqa kichkina variantlari bor. Buni off-road sevadigan akalarga yuborib qo'yasizlar. Mashina orqasida ko'p ham joy egallamaydi. Tog' tepasiga chiqib, bemalol bolalar bilan PlayStation, televizor ko'rib, yo'qmasam choylarni qaynatib o'tirasiz. Ya'ni tog'da ham svet bor degani. Kompaktligini qarang.